Sizin nomingizdan kelishsa aka gaplashaveramiz. Quvasoy Qo'chqorchidan yerimiz chiqib qoldi 16 sotili. Bu tomon Qo'chqorchiga kech, bu tomon Ko'prik boshiga kech. Mahalladan kirganda o'ng qo'lda oxirgi yerimiz bo'ladi. Hozir ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum aka. Charchamasdan yaxshimisiz? Aka, bu yerimiz necha soti aka? 40 ga 40. Mana ko'rib turganingizdek 16 soti. 16 sot. Kadastr hujjatlari, qarorlari joyida, dokumentdan muammosi yo'q joylar. Aka, sotigini nech puldan deyapsiz endi? Buni aka xullas qisqasi 8, 10, 16 hammasi yoki yarmida vaziyatga qarab sotiladigan joy. Kimi qurbi qanchaga yetsa aka, kim qancha kam olsa shuncha narxi yuqori bo'laveradi. Ha, bo'lib olishga nima olsa bo'laveradi, to'g'rimi? Ha, 8 sotik 10, 16. Kim qancha so'rasa sotilaveradi, lekin 6-7 sotilmaydi. Kami 8 sotiladi. Butunicha olsa ham bo'laveradi, farqi yo'q. Gilos aka, sizni podpischalaringizda siz uchun aka 29 dan qilib beramiz bo'laydigani. Hammasini oladigan bo'lsa. Agar 8 yo 10 oladigan bo'lsa 3300, 3200 dan kamroq tushib beriladi. Yana kelsa gaplashaveramiz ustida. Mana gilos bog'lari chiroyli bog'i bor ekan, hosillarni beradi. Xolasalar ham shu o'zlarini chiroyli qilib, plan qilib, uy qilib sotsalar ham bo'ladi. Bo'ldi aka, bo'lmasam telefon qilsa, o'z aloq nima qilib gaplashib nima qilaverasa. Xo'p, rahmat aka. Sizning nomingizdan kelishsa aka gaplashaveramiz har xil. Bo'ldi. Qanaqa sharoit. Bo'ldi aka. Yurib berilaveradi siz tomonga, sizning nimalaringizga aka. Bo'ldi aka, rahmat. Muammobas aka. Xo'p, rahmat yana. Xo'p, rahmat. Lokatsiyasini Telegram kanaliga tashab qo'yaman, do'stlar, bemalol kirib, o'zlaring kelib, yerni ko'rishlaring mumkin.